Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet agentligi 21 va 22 avgust kunlari kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. O'zbekistonning qaysi hududlarida yomg'ir yog'adi? Videorolikni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni, videorolikimizga esa like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Diqqat qiling. O'zgidromet agentligi 21 va 22 avgust kunlari kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, O'zbekistonda Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida eng issiq ob-havo kuzatiladi. Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. 10-12 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zon bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechalari 21-23 daraja, kunduz kunlari 36-38 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ba'zida esa 20-25 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Ayrim joylarda chang to'zon bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechalari 20-25 daraja, kunduz kunlari 33-38 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zon bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechalari 20-25 daraja, kunduz kunlari 35-40 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 9-14 metr sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda chang to'zon bilan kuzatiladi. Harorat kechalari 18-23 daraja, kunduz kunlari 34-39 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zon bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechalari 21-26 daraja, kunduz kunlari 38-43 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zon bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechalari 18-23 daraja, kunduz kunlari 33-38 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechalari 15-20 daraja, kunduz kunlari 27-32 daraja bo'ladi. Avgust oyining oxiriga kelib esa O'zbekiston hududiga nisbatan salqin havo kirib kelishi mumkin. Natijada kunduzgi harorat asta-sekin 25-30 darajagacha pasayadi deyiladi ma'lumotda. Hurmatli tomoshabinlar, videorolikka like bosib, videoni barcha tanishlaringizga yuborib, ogohlantirib qo'yishni unutmang.